Umut Medianet taqdim etadi. Pusi o'lmagan. Qaytish uchun unga energiya kerak bo'lgan. Pusi unga energiya bergan bo'lishi mumkin. Demak, Pusi o'lmagan. U qishloq aholisidan foydalangan. O'z joniga qasd qilish uchun Susuning taslim bo'lishini istagan. U hali ham shu yerda bo'lishi mumkin. Susu hammasini hisobga olgan. Shu bois Pusini chiqarish uchun tog'larni jodulab qo'ygan. Shuning uchun u qishloq aholisini muhrlab, ularga zarar yetkazmadi. U qayerga yashiringan bo'lishi mumkin? Kutilganidek. Chiqing. Yashirinib yura olmaysiz. Siz hammasini ko'rgansiz. O'sha qiz sizni topmaguncha to'xtamaydi. Oldimizga chiqing. Biz siz bilan gaplashamiz. Kechirasiz, lekin men juda zaifman. Demak, sizlar bilan gaplashishim kerak. Bir-ikki qultum iching, inson qiyofasida qolasiz. Rahmat. Buni qadrlayman. Sizni topishimiz qiyin bo'ldi. Men barcha izimni yashirdim. Shunday qilib, meni qanday topdingiz? Taxmin qilish qiyin emas. Siz Susu bo'lishni xohlagan joydasiz. Odamlar bizni har yerda bo'ladi deb o'ylashadi, lekin bilishmaydiki, bizning ildizimiz boshqa qishloqqa bog'langan. Umrimning oxirigacha shu yerda qolaman. Shuning uchun hozir yashirinishim kerak. Bahona qilyapsan. Ustoz, agar men ketsam, Pushandagi barcha gullar va o'simliklar quriydi. Yashirinishdan boshqa ilojim yo'q. Umid qilamanki, bir kun kelib u o'zini va boshqalarni ozod qiladi. Qo'yib yuboring. Meni qo'yib yuborganmisiz? Men har doim siz haqingizda o'ylayman, sizchi? Siz o'zingizni o'lganga soldingiz. Sizni borligingizni yashirish uchun ibodatxonaga yashirinib oldingiz. Agar mendan shunchalik qochishga urinsangiz, unda mendan qutulasiz. Nega siz ham meni yoqtirishni xohlamaysiz? Men senga odamlar va jinlar boshqacha ekanligini aytgandim. Inson hayoti men uchun bir lahzalik. Men bunday qila olmayman. Uzr so'rayman. Seni aldadim. Bir paytlar bir ayolni sevib qolgandim. U bilan birga bo'lishga tayyor edim. Odamlar bilan yashashga to'g'ri kelsa ham. Ismingiz ham unga o'xshaydi. Ko'rinishingiz ham o'xshaydi. Lekin siz u emassiz. Bu muhim emas. Qaysidir ayolni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, men roziman. U uzoq yashamagan bo'lsa-da, men sevgan
yagona inson. Unda nega meni qutqarib bu holga keltirding? Men hatto odam, hatto jin ham emasman. Men u yerdagi hayotga ham qaytib bora olmayman. Sizchi? Siz ham meni yaxshi ko'rmaysiz. Piyosa. Menga bunday qobiliyat kerak emas. Buni to'xtata olasizmi? Siz hali ham meni yoqtirasiz, shundaymi? Sen meni kuching bilan hayotimni saqlab qolding va meni jinga aylantirding. Bir-birimizga bog'langanmiz. Bizni ajratib bo'lmaydi. Agar bu sevgi bo'lmasa, unda nima? U sizni sevmaydi. Hammasini aytdi-ku. Tushunmadingizmi? Siz u haqida nimadirni bilasizmi? Qachondir sevganmisiz o'zi? Bu sizning ishingiz emas. Shuni bilamanki, inson xotirasi tanlab olinadi. Odamlar faqatgina ishonishadi xolos. Va bilishimcha, siz xayolparastsiz. Nima shovqin bo'lyapti? Nima bo'lyapti o'zi? Bu shov-shuv nimada? Bu o'sha! Mening ismim Pusi. Gullar iblisiman. Pushan tabiatidan tug'ilganman. U jin. Bu hammasi mening aybim. Shular hammasi tugagach, men bu yerdan ketaman. Siz iblissiz, lekin hech kimga zarar keltirmagansiz, ammo bu xonim buni Men tufaylimi? nima qilmoqchisiz? Hamma narsa meni aybim, to'g'rimi? Gul terib qoyadan yiqilgan men aybdorman. Meni qutqarmasliging kerak edi. Men qochib ketmasligim kerak edi. Shunday emasmi? Hammasiga men aybdorman. Hammangiz yaxshi odamlarsiz. Barchangiz beg'ubor va ajoyibligingizda gunoh go'daksizlar. Hammasiga men aybdorman, to'g'rimi? Men ham aybsizda demayapman. Lekin boshliq qarang. Xonam. Menga ketkazgan azoblaringga sen ham javob berasan. Bunday qilma. Nega? Men odamlarni azoblayman-ku, to'g'rimi? Sizlar begunohsizlar. Siz jinoyatchisiz haqida meni to'xtatishga urinmaysizmi? Biz koinotdagi jonzotlar yoki dengizdagi arzimas donmiz. Senda bunday qudratli kuchi yo'q. Agar bo'lsa ham sen bunday qila olmaysan. Bu dunyo seni qiziqtirgan odamlarga to'la. Sen shunchaki boshqalar senga qilgan ishni ularga qaytarishni istayapsan. Juda yaxshi aytdingiz. Boshqalarga meni eng yaxshi tushunadigan inson sen ekanligingni bilyapman. Jin ovchisi. Menga bergan narsalaringni senga qaytarib beraman. Susu xonim. Shunday qolishing uchun energiyangni saqlayapsan. Nega? Hayotda hech qanday qo'shimchalar yo'q. Nima keragi bor? Men sizni qayta sevdirmoqchi edim. Men bu tuzoqqa tushganimni tushundim. Meni his qila olasizmi? Seni tushunaman. Uzr so'rayman. Meni kechirasizmi? Piyosa, menga ayting. Bir lahzasi uchun hayotingizni almashgan bo'larmidingiz? Ha.
Shuning uchun sen uchun hayotimni almashtirishga emasman. Miss Susu, uzr so'rayman. Men afsusdaman. O'g'limga yaxshi tarbiya bera olmadim. Meni kechir, uzr so'rayman. Qachondir mening barimga keling. Sizga ichimlik sotib olib beraman. Shu o'simlik o'sib chiqishi bilan boraman. Sendan bir narsani so'rayman. Susu ularga ozor bermasligini sen qayerdan bilding? Menga sen aytding. Menmi? Sen aytdingki, inson xotirasi tanlab olinadi. Nimaga ishonishni esladi. Inson xotirasi bu faktlar. Tuzoqqa tushdi, lekin ularga zarar yetkazmadi. U shunchaki tushuntirishni xohladi. Seni bunday deb o'ylamagandim. Yaxshi qildim, to'g'rimi? Nimaga qarayapsan? Portalni ochsang-chi. Qayerga boramiz? Qani ketdik. Bu qahva menga juda ham yoqdi. Menga yomon narsalarni unutishga yordam berdi. Aytgancha, bu mening sobiq yigitim tomonidan tayyorlangan. Buni sizga esdalik sifatida sovg'a qilaman. Qahva uchun rahmat degandek gap. Qahva bilan asal siropi yaxshi bo'lishi kerak aslida. Shunday emasmi? Albatta, unisini keyingi safar sinab ko'raman. Ey, to'xtang. Bu hozir siz ichgan qahva. Ixcham paketda. Rahmat. Mengachi? Darhaqiqat, bu yer juda ham ajoyib. Aslida inson unutganiga ishonch hosil qilsa, shuncha ko'p eslashi mumkin. Siz buni eslaysizmi yoki unutasizmi, buning ahamiyati yo'q. Roshin barga aylanishi yaxshi fikrga o'xshaydi. Sizlarga kattakon rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr. Xayr. Senga shamol qo'ng'irog'i yoqadi? Hoy. Shamol qo'ng'irog'i yoqadimi deyapman. Sen buni sezding. Nega? Sababi nimada? Unchalik emas. Bu shamol qo'ng'irog'i shunday ekan, u jiringlab o'tmishni eslatib turadi. Biz yopildik. Buni qayerdan olding? Men u yerda jinni tutdim va buni sovg'a qilishdi. Jinni o'ldirganing uchun boshqa jin sovg'a bersa, bu juda ajoyib. Menga yoqdi. Endi menga ichimlik berasan-a? Bu nimasi bo'ldi? Fuyo, siz samoviy ruhsiz. Siz ham odamsiz, ham jinsiz. Buni bilmaysiz albatta. Siz jinlarga qarshi eng yaxshi qurol bo'lishingiz va yovuzlikning eng shafqatsiz soyasiga aylanishingiz mumkin. Yomon bo'lishingizni ancha kutdi. Chaqirilmagan mehmon. Mening kuzatuvchim ishlamayapti. Buni qara. Kimdir bor. Ortimdan yur, ketdik.
Viski bering, oddiy suv iching birinchi muzsiz. Rahmat. Agar o'zingizni yaxshi his qilmasangiz, ichish yaxshi fikr emas. Menimcha ahvolim yaxshi bo'lmaydi. Bunga ishonasizmi? Ular meni eng yaxshi jarroh deyishardi. Endi skalpel u yoqda tursin, qadah ham tuta olmayman. Mening ahvolim shunday. Mening ham ahvolim og'ir. Bunga ishona olasanmi? Ular meni eng yaxshi Samuelyev deyishardi. Endi esa men sharob tatib ko'rish tugul hech narsani his qilmayman. Men ham yutqazganman. Qiziqarli. Nega ikkalangiz ham dardingiz bir xil? Agar ishingizda skalpeldan foydalansangiz, spirtli ichimliklar ichish tavsiya etilmaydi. Hammasi shumi? Bunisi kamroq, bunisi ko'proq. Bu shunchaki hikoyaga kirish uchun. Asosiysi hali oldinda. Urinib ko'ring. U haq. Miqdor muhim emas, muhimi ta'm. Yutqazganlar uchun. Yutqazganlar uchun. Bu g'alati. O'ylashimcha, men oldin bu yerda bo'lganman. Bu qayer? Tuman bu yerda, uni sezmasdan ergashdik. Bu g'alati. O'ylashimcha, men bu yerda bo'lganman. Nima uchun? Jinni tutish uchunmi? Yoki go'zallikni ko'rish uchunmi? Men ov qilib ketayotganimda o'tib ketgandim. Bu yerda yovvoyi hayvonlar juda ko'p, aholi esa aziyat chekishmoqda. Kel buni tekshirib ko'ramiz. Shularni qiynalyapti deyapsanmi? O'ylashimcha sen xato o'ylagansan. Yangi tayyorlangan gazaklar, keling va tomosha qilinglar. Janoblar, qaysi birini xohlaysiz? Bularning barchasi yangi tayyorlangan gazaklar. Amaki, menga quloq soling. Amaki, sen qanday shifokor bo'lding? Kiyinishdan boshqa narsaga yaraysanmi o'zi? Qo'lingdan nima keladi o'zi? Amaki, agar qo'lingizni davolamasangiz, qurtlar o'sib sizni o'ldiradi. Buni sen qilgandirsan. Mening faqat bitta qo'lim bor. Endi oilamni qanday boqaman? Bu qanday odam o'zi? Bunday katta klinikani boshqargandan ko'ra uyiga borib dehqonchilik qilgani yaxshi. Hammasi joyidami? Shifokorlardan voz keching. Fuyu, shirinlik xohlaysanmi? Bittasini olib beraman. Jahling chiqdimi? Men bu odam bilan 2 yil oldin tanishganman. Uning qo'li yo'q edi. Qanday qilib o'sib chiqdi? Bo'lishi mumkin emas. Sen xato ko'rgansan. Uning yuzida maxsus tug'ilish belgisi bor. Men juda aminman. Tumandagi narsaning qishloqqa nima aloqasi bor? Atrofdagilardan so'rash kerak. Bu shan qishlog'i haqiqatan ham yaxshi ekan. Bu joydan ketishni xohlamayman. Yaxshi, juda ham ajoyib qishloq. Lekin aka, siz Gilonin kelganing o'sha paytlar hayot juda ham og'ir edi. Bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib 2 yil ichida bunday o'zgarish mumkin? Deyapman. Bizni qishloqda Mo'jizakor tabib bor. Uni oldiga juda ham ko'p odamlar keladi. Shu desangiz daromad ham juda ham yaxshi bo'ladi. Mo'jizaviy shifokor? Qanday shifokor? U qanchalik mo'jizakor? Shifokor Lu. Har tomonlama. Har tomonlama? Xo'sh, u singan a'zoni tuzata oladimi? U shunchaki tuzatmaydi. Shifokor Lu sizni yangisini o'stirib berishi ham mumkin. Sizga bir narsani aytaman. Erim tog'da qaytayotganda bo'ri oyog'ini tishlab olgandi. Shifokor Luni davolab oyog'ini o'stirib ham berdi. Oyog'i juda ham mustahkam, to'g'rimi? Xonim, hazillashmayapsiz, shunday emasmi? Hazil qilyapsizmi? Albatta yo'q. U yaxshi odam ekanligi ko'rinib turibdi. Qaytgancha biz shifokorni ko'rgani kelgandik. Bu yerda shifokor borligini bilardik albatta. Siz ham davolanmoqchimisiz? Ha, albatta. Siz juda ham oqarib ketgansiz. Yuzimga qarachi, oqarganman. Ha, o'lik odamnikidan ham oqargan. Menimcha ishi bilan ketgan. Shunaqa deb eshitgandim. Qanday qilib u biznes qilishi mumkin? U jinlar ovchisi. Jinlarni ovlashdan boshqa hech narsani bilmaydi. Jin ovchisi? Azizim,
Menimcha chaqalog'imiz tug'ilmoqchi. Iltimos meni shifokorlikka olib boring. Ko'rdingmi? Seni jin ovchisi degandim. Ular qochib ketishdi. Bu masalaga jin aralashadi. Nimanidir yashirishyapti. U jin ovchisi ekanligi aniqmi? Ishonchim komil. Ularni o'zi aytdi buni. Erim va buni ikkalamiz eshitdik. Ha, jin ovchisi bu yerda nima qilyapti? Bu to'g'ri emas. Nima qilamiz boshliq? Agar ko'rgan narsangizni tarqatsangiz, bu shahar biznesiga zarar keltiradi. Bu to'g'ri. Bu hayotimizga juda ham zarar beradi. Farzandim baxtsiz hayotda yashashini xohlamayman. Bunday holda ularni o'ldirishimiz kerak. O, ofitsiant. Bizga bitta mushuk, mol go'shti, 2 dona tuxum va xona kerak. U nega qochdi? Xonim, mehmonxonalar to'la ekan. Sizning uyingizda qolsak bo'ladimi? Erim uyda yo'q. Shunday ekan sizlar boshqa yoqqa boringlar. Mehmonxonalar to'la. Odamlar bizni kutib olishmayapti. Menimcha, kimningdir obro'si juda yomon. Rostdan ham ketamizmi? Bu ichimlik yaxshi. Hozir o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Rostini aytsam, birinchi kirganingizda odamlar sizni qotil deb o'ylashgandi. Men rostdan ham bir odamni o'ldirgan. Prezident tomonidan ovozlashtirildi. Ovoz berish jarayoni va Umidjonda ishtirok etishda bizni kuzatishda davom eting.